tasvir san'at fani maktabgacha ta'limda 4 yil, umumta'lim maktabida 7 yil o'qitiladi. Jami 11 yil. Endi savol paydo bo'ladi, bu fanning o'rni, ahamiyati nimada? Nima uchun kerak degan savol paydo bo'ladi. Hamma o'quvchini biz rassom qilib tayyorlamaymiz. Chunki birinchidan o'sha rassom bo'lish uchun to'garak bo'lish kerak, uzoq vaqt shug'ullanish kerak. Bundan tashqari bu bilimni olgan o'quvchi o'zi sezmagan holda o'sha borliqdagi san'atdagi go'zalliklarni ko'rib yoki turli tasviriy jarayonlarni amaliyotda bajarib, uni nazariy bilimlarini olib, o'zi sezmagan holda o'zida ijodkorlik fantaziyani shakllantiradi. Va bu fazilat o'quvchi qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, u rahbar bo'ladimi, mutaxassis bo'ladimi yoki pedagog bo'ladimi, vazifaga ijodiy yondashishni o'rganadi. Bir muammoni ko'plab yechimini ko'rishga o'rganadi. Ya'ni ijodiy fikr berishga, ijodiy yondashishga o'rgatadi. Shuning uchun ham bola kelajakda barkamol bo'lganda o'zida mana shu kreativlikni, ijodiy yondashishni, ijodkorlik fantaziya degan o'sha fazilatlarni shakllantirib oladi. Bu hamma fan uchun, hamma sohada kerak deb o'ylayman. Shuning uchun tasvir san'at fanini ahamiyati barkamol avlod uchun juda muhim ahamiyatga ega.